Assalomu alaykum barchaga. Azizlarim, hozir tez va oson 20 daqiqada tayyor bo'ladigan kotlet tayyorlaymiz. Chunki vaqtim kam edi, taom tayyorlamadim-da. Keyin nima taom tayyorlasam ekan deb xayolimga kotlet keldi. Mana bir dona nimani maydalangani nonni, 2 dona piyozni oldimda qirg'ichdan chiqardim. Mana shuncha qiymamni miqdoriga ham qaramadim qanchaligiga. Bir dona tuxumni soldimda. Har xilcha pripravalarni soldim, sarimsoqni mana shunday maydalab to'g'rab soldimda. Mana har xilcha pripravalardan foydalandim. Pripravalarni solib, qizlar bitta narsaga ahamiyat beringlar. Men nima zelin solmadim, ko'kat, chunki vaqtim bo'lmadi ko'kat solishga. Ko'kat solsalaring yana ham mazali chiqadi. Keyin mana nonni talqoni bor edi, ozgina undan ham sovordim. Keyin bularni yaxshilab aralashtirdimda, tez tugib, buni yog'da qovurib oldim qizlar. Duxovkada emas, duxovkada bo'lsa yana ham mazali chiqadi, ammo vaqtim kamligi uchun yog'da qovurib oldim. Mana kartoshka yoniga kartoshkani qo'ydimda, tavoga kartoshkalarni pishirib oldim. Albatta juda ham mazali chiqdi. Mana kartoshkalarimni ham ko'ryapsizlar, qizarib. O'zim kartoshkani yaxshi ko'rganim uchun kartoshkani ham tez tayyorlab oldim. Mana kotletlarim tayyor bo'ldi. Buni ichiga zelin solsalaring albatta yana ham mazaliroq chiqadi. Qizlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha, tayyorlamaganlar albatta tayyorlanglar. Sog' salomat bo'linglar qizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha. 20 daqiqada tayyor bo'lgan taomimiz mana shu.